Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz YouTube tarmog'idagi do'stlarim va moliya ustalarim, kollegalarim, sizlarga kichkinagina layfhack. Xullas, kraska sepishda bizlar davom etyapmiz. Etaj faqat kraska, remont kraska. Endi biz sizlarga qarang, 510, 512, 517 va 721 mana har doim ishlab kelaman. Bizlarni oxirgi chistoyimizda kitobi menga chiroyli chiqishi uchun 721 dan foydalanaman. 721 va birinchisini tepadan pastga bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisini yonboshga qaratib sepaman. Operatorimiz bir ko'rsatib beradi, men sepayotgan joyimda. Aziz do'stlar, buni bunaqasiga sepishimizdan maqsad oynamiz juda katta, juda chiroyli qurilgan domlar. Oynadan juda kuchli yorug'lik, quyosh yorug'ligi, quyosh bo'lmaganda ham yorug'lik kuchli kelgani sababidan biz kraska postni tepadan pastga oxirgi slogini uradigan bo'lsak, har bir o'ziz bilan saplon ikki chetidan ikkita hoshiya chizib qoldiradi. Buni yo'qotishda biza eng sababini hammasini o'ylab, ko'rib, sepib praktikamizni oshirdik va mana shu yonboshdan sepilganda hech qanaqa palosa qolmagan do'stlar. Shuni men sizlarga layfhack qo'ydim. Obuna bo'lasiz, podpiskani bosasiz, laykni bosasiz. Hammaga ko'rishguncha deb qolaman do'stlar. Sog' bo'ling.